Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana anagram usulida informatika o'qitish metodikasi fani bo'yicha anagram usulida insonlar bilim ko'nikma malakalarini aniqlash maqsadida testlar o'tkazamiz. Mana savol berilyapti. O'quvchi bilan muntazam qo'llaydigan o'quvchilarga o'z aqliy qobiliyatlari va qiziqishlarini rivojlantirish bu nima deyapti. Endi bu aynan metodika bo'ladi. Yani sizga 16 ball berdim, ishlanish usullari. Ikkinchisi, biror narsa hodisa jarayonini o'rganish yoki amalga oshirish tartibi. Bu aynan usul bo'ladi. Sizga 8 ball berdim mana. Biror narsa hodisa jarayonini o'rganish nima deyiladi? Uslub bo'ladi. Agar siz xato yozadigan bo'lsa, sizga kompyuter aynan dasturiy ta'minot sizga keyingi qadamga o'tkazmaydi mana. Animatsion. Ko'ryapsizki, biz 9-qadamning 3-qadamiga o'tdik. 4-qadamda ketyapmiz. Mana bu yerda vaqt bilan alohida vaqtga e'tibor beriladi va sizga ball beryapti. Bir ishni muntazam ravishda to'g'ri yoki samarali bajarish qobiliyati bu malaka deyiladi. Keyingi savolim, bilim ko'nikma yoki faoliyatning real jarayonida bevosita qo'llaydigan natija yoki yo'naltirilgan ko'rsatma. Hop. Ya'ni bu amaliyot deydi. Bu jarayonda ishtirokchilar o'rtasida faol hamkorlik va o'zaro ta'sirga asoslangan uslub yoki faoliyat shakli deyiladi. Bu interfaol. Ya'ni o'sha ta'rif berilgan, ta'rifda so'zlarni topib yorishingiz kerak. Buni bolani bilimini mustahkamlashga, o'z ongidagi so'zlarni topa olishiga bu shu maqsadda qilingan. Reproduktiv. O'quvchining tayyor bilim va malakalarini namuna asosida takrorlab qo'llashga qaratilgan faoliyat. Reproduktiv deyiladi. Ko'ryapsizki, o'sha joyda oxirida mana skorlar ko'rsatiladi, time qancha vaqt ketayotgani ko'rsatiladi va leaderboard degan o'sha kimlar birinchi o'rin yoki ikkinchi o'rinda. Start game desangiz, ya'ni sizda qaytadan test olishda imkoniyatlarini ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatasiz va mana yerga yozib qo'yasiz. Va o'sha joyda sizda o'sha natijalaringizda dashbordga yozib qo'yadi mana. Birinchi marotabada o'sha 119 ball olgandim, hozirgida 129 ball oldim. Birinchi marotada 3 daqiqada olgandim, keyin 3:32 daqiqada oldim. Shu bilan bizning darsimiz yakunlandi. Shu yo'l bilan biz bolalarning bilim